Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoq YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, jamiki ijtimoiy tarmoqdan kuzatuvchi yor birodarlarimiz va podpishchilarimiz salomatmisizlar. Avvalambor hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Va shuni yana eslatib o'taman, musofirda yurgan do'stlarimizga alohida salom. Elparvar JM avtokredit kuzatuvchi jamiki insonlarni hayit ayyomi bilan tabriklaymiz. Har doimgidek bu videoni qilishimizdan maqsad bitta kommentariyalarga o'zimizni ko'zimiz tushib o'qib qolgan joylarimiz bo'ldi. O'shalarga alohida nima deydi, fikrimizni bildirib o'tish niyatida bu videomizni qildik. Yana shuni eslatib o'taman, bitta pasport bilan ish o'rinsiz, hech qanaqa spravkasiz 12 ta viloyatdan avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Bu degani 12 ta viloyatdan 10% boshlang'ich to'lov bilan avtomashina xarid qilishingiz mumkin. Faqat vodiy avtokreditga, vodiyga, Andijon, Farg'ona, Namanganga 20% boshlang'ich to'lov. Bu degani misol tariqasida qolgan viloyat vohalarga, Toshkent viloyatga misol uchun $2000 bilan chiqadigan Cobalt, vodiyga, Andijon, Farg'ona, Namanganga $2600-2700 bilan chiqadi. Bu bizning talabimiz emas, bu bankni o'zini talabi. Shuning uchun videoda bir xillar aytadiki, aka nega voha bilan vodiy ajralib, bizda umuman unaqa narsa yo'q. Biz o'zimiz ham viloyatda bolasimiz, misol uchun bu bank o'zini talabi. Ikkinchi masala, bank foizlari haqida ma'lumot bering deb yozishibdi. Bank foizlari hozirgi kunda hamma kapital bankdan avtokredit bilan mashina chiqyapti. Qolgan banklar, misol uchun boya aytganimiz birinchi gapimdagi, birinchi savolga javobdagi 20-30% boshlang'ich to'lov bilan, 20-30% boshlang'ich to'lov bilan chiqadi qolgan banklar. Kapital bankda 10% bilan chiqadi. Boshlang'ich to'lov 10%, yillik foizi 23.99. Bu degani 24% bilan yillik stavkasi shunaqa. Qo'shimcha qo'shib to'laydigani shunaqa. Uchinchi savol, sizlarda faqat avtojm mashinalarimi yo'q bo'lmasa inovarkalarmi deb savollar kelibdi. O'sha savollarga ham javob berib o'tamiz. Bizda faqat JMda ishlab chiqarilgan mashinalarni avtokredit qilib bera olamiz. Misol tariqasida klientlar mijozlarni talab istaklariga qaragan holatda bankka misol uchun BYD kiradi. Misol uchun BYD ning hamma turdagi mashinalar emas, BYD ning o'zini bitta mashinalari o'shalar avtokreditga kiradi. Kia'ni K5 misol uchun Kia'ni o'zini bitta turdagi mashinalar bor, o'shalar avtokreditga kiradi. Uchinchisi Hyundai, mana shunaqa mashinalar avtokreditga qilib bera olamiz. Bizda faqat o'zi aslida savdamizda JM mashinalari, mijozlarni talabiga qarab, misol uchun shu mashinalarni ham qilib bera olamiz. To'rtinchi savol, nech puldan nech pulgacha bosh to'lov sizlarda deb yozilibdi. Bizda joyi keladi, oyiga bir oyda 2 marta, 3 marta boshlang'ich to'lovsiz bonus tariqasida mashina qo'yamiz. O'zi aslida boshlang'ich to'lovsiz o'zimiz yonimizdan to'lagan holatda boshlang'ich to'lovsiz deymiz, lekin o'zimizdan yonimizdan to'lagan holatda bu endi обязательно любой joyda, любой biznesda bilasizlar, skidka, bonus degan narsalar bo'ladi. Bir oyda 2 marta, 3 marta vaziyatga qaragan holatda qo'yamiz boshlang'ich. O'zi aslida Sparkdan boshlab Spark, Nexus, Gentra, Cobalt, misol uchun mana shunday mashinadan katta mashinalargacha $500 dan maksimum hozirgi kunda $2500 hozirgi kunda $2500 boshlang'ich to'lov bo'lyapti. Undan yog'i bo'lmayapti. U boshlang'ich to'lov deb gapirganimizdan keyin u boshlang'ich to'lov ichida misol tariqasida o'zingiz bozorga kirib, misol uchun xarid qilsanglar mashina naqdga переоформление notariusiga 1,5-2 million pul ishlatasizlar. Xohlasanglar, xohlamasanglar nominalga o'tkazishingiz uchun gayiga borsanglar 4,5 million so'm nomerga to'laysizlar. Davlat boji ham. O'sha boshlang'ich to'lov deb misol uchun $2000 deb nazarda tutib gapirsak, bu narsa boshlang'ich to'lovga переоформление, gayi, notarius, sug'urta, zapret va bosh to'lovi kirgan holatda $2000 bilan chiqamiz deymiz. Shu 4-masala. 5-masala avtokredit haqida fikringiz debdi. Men avvalambor har doim hamma videoyimda agar e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun bizning o'zimizning
kuzatuvchilar, misol doimiy kuzatuvchilar bo'lsa, shu Elparvarda har doim aytaman. Misol uchun kimdir kelar, aka $5000 pulim bor, hisoblab bering, mashina olmoqchiman. Men aytamanki, aka $5000 pulingiz bormi? Shu $5000 mashina olib haydang. Keling shu kimdandir qarz bo'lmaydi, misol bizdan yo davlatdan yo misol kreditga mashina olmagan holatda qarz bo'lmasa $5000 mashina haydang. Ya endi avvalambor avtokreditga olish kerak emas. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, avtokreditga olgandan keyin salgina mas'uliyat bilan olib, misol uchun shunaqa odamlar bor, odamlar emas endi. Shunaqa toifadagi insonlar bor. Boshida misol uchun qo'lda $3000 pul yo'qdimi? $3000 ga qiziqib, $7000, $8000, $10000 Sparklarni yo Nexus 3larni $3000 beradi, misol uchun $2000, $3000 pulini beradi. 7 oy, 8 oy, 1 yil to'laydi. Misol uchun, misol tariqasida 4 million so'mdan to'laydi. Va 7-8 oydan keyin qiynalib qoladi, sharoiti, vaziyati bo'lmay qoladi. Olib kelib topshirgandan keyin bank hech qanaqa pul orqaga qaytarmaydi. Qaytarmaydi so'z. Agar ostatga summangiz arzon bo'lsagina o'zi bilan o'zi chiqib keta olasiz. Agar ostatga summangiz arzon bo'lmasa, bank kerak bo'lsa yana qarz qilib qo'yadi. O'shaning hisobiga avtokreditga olishdan oldingina o'ylash kerakmiz. Olingandan keyin mas'uliyat bilan to'lash kerak. Mas'uliyat bo'lmasagina qo'lingizda nechta pulingiz bor? Misol uchun $3000 yetadigan mashina olib ayting. $5000 pulingiz bormi? $5000 yetadigan mashina olib ayting. Misol tariqasida endi men 3000, 5000 mayda summali narsalarni misol tariqasida qilib aytayapman. Joyi keladi, yolg'on bo'lmasa, $50,000, $60,000 mashinalarni ham aka mana $20,000 pulim bor, $30,000 bor, $30,000 avtokredit qildirib bering deydi. Endi o'sha $30,000 ga tasavvur qiling, $30,000 pulini beryapti, avtokredit qildiryapti. Vaholanki o'sha insonlarga aytaman, $30,000 puli bor ekan, shu 60 minglik mashina haydamasdan shu $30,000 mashina haydasa ham bo'ladi-ku, misol uchun. Ishlab, misol uchun keyin o'rnini to'ldirib, keyingina misol uchun o'sha 60 ming, 50 ming, misol qancha qimmat mashina bo'lsa, keyin olsa ham bo'ladi. Avvalambor mas'uliyat bo'lishi kerak, olgandan keyin avvalambor avtokreditga olmaslik kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, olgandan keyin salgina mas'uliyat bo'lishi kerak. Mas'uliyat bo'lmasa olish kerak emas. Oltinchi savolimiz, mashinaga pul berayotganda avtokreditchilarga fikringiz. Mashina pul berayotganim bu kommentariyalarni yozib oldim. O'zimga noto'g'ri tushunmaysiz, o'zimga qog'ozchaga yozib oldim. O'sha qiziq kommentariyalar. Shunga o'qib har bittasiga bitta savolga javob beribdim. Mashina pul berayotgan biz emas, boshqa avtokreditchilar sportsmenlarga, keyin show biznesdagilarga misol uchun bo'lyapti-yo, show biznesda oldin bo'lardi, hozir sportsmenlarga pul berayotgan, mashina berayotgan avtokreditchilarga fikrim, o'zimning shaxsiy fikrim. Nimaga sizlar ham misol uchun qaysidir sportsmenga ko'tarib kelayotgan sportsmenga misol uchun pul beraman, yo mashina beraman deb va'da bermaysizlar, o'zingizlarning foydangiz uchun. Nima qilamiz o'zimizdan foydamiz uchun? O'sha mashina berayotgan, misol tariq mashina hadya qilayotgan sportsmenlarga yo bo'lmasam pul berayotgan o'sha sportsmen misol uchun bu bankchilarga tegishli gap. Noto'g'ri tushunmaylik, bankchilarga tegishli. Va'da qilyapti-da, o'zini prosmontini ko'paytirib, o'ziga hype ishlayapti. Bu degani misol tariqasida mana bu chiqamanda qaysidir sportsmen yutsa $2000 beraman deymanda, bu $2000 o'zini aslida reklamasi uchun bo'ladi. Sabab qanaqa? Uni prosmotri bo'lmayapti, hype ishlanyapti, misol uchun zo'r prosmotri ketyapti, bangor bo'lib yotibdi. Men palonchi chiqib palonchini yutsa, misol uchun $2000 beradi. Nima qilaman unaqa qilib? Undan ko'ra o'sha $2000 berayotgan pulingni, yo $10,000 berayotgan pulingni, yo bo'lmasa berayotgan mashinani sotganda nechta bechara odamlar bor, misol uchun. Qarovsiz qolgan, ota-onasiz qolgan farzandlar bor, misol uchun, beva qolgan ayollar bor, misol uchun, farzandi yo'q ota-onalar bor, misol uchun, kam ta'minlangan ro'zg'orlar nechta, misol tariqasida. O'shalarga hadya qilsa bo'la. Bularchi hammasi meni o'zimning fikrim, o'zimning nazarimda o'ylayotgan narsam. Bu kim bilandir maslahat qilib, kimnidir gapimi. Hammasi o'zini hype uchun. Misol tariqasida bittasi yaqinda chiqib $10,000 beraman, kimnidir yutsang palonsdan 1 million prosmotr. Endi tasavvur qiling, o'sha kollaboratsiya qilib mana qo'yishi bilan palonchi yutsa $1000 beraman, yo bo'lmasa o'sha arenaga borib chiqib mana misol hype ishlay olayman. Hype nima kerak? Qo'pol. O'sha pulni undan ko'ra o'sha muhtoj odamlarga bersam yaxshi emasmi? Misol tariqasida $10,000 beraman, kimnidir yutsang debdi. 1 million prosmotr bo'ldi. 1 million odamdan bo'lmadi deganda 100 mingtasi telefon qiladi, to'g'rimi? O'sha avtosalonga. 100 mingtadan
misol tariqasida 1000 tasi keladi. Endi tasavvur qiling, 1 million odam prosmotr bo'lgan, 100 mingtasi telefon qiladi. 1000 tasi keladi. Bo'lmadiganda 10-15 tasi mashina oladi, to'g'rimi? Bu degani o'zini biznesiga salgina oldinga qadam qo'yish. Unga 10 ming dollar berish oson emas. Misol oson demoqchiman. Oson. No, o'sha 10 ming dollar kelgan mijozdan chiqarib oladi. Nima kerak unaqa hype? Misol uchun yaqinda bittasi mashina pazarga qildi. Unisi ham nima kerak? O'sha mashinani misol tariqasida kamida tursa kerak 5-6 ming dollar. O'shani sotib 1000 dollardan bir 6 ta xonadonga misol uchun nima deydi? Qo'li kalta bo'ladi-ku. Muhtoj oilalarga 6 tasiga yordam bersa 1000 dollardan qancha savob olmaydi? Nima kerak o'zini prosmotr uchun, o'zini mana подписчиги uchun, yo hype uchun qilib. Endi qarochi g'iybatga kirib qolmasin, men unaqa narsalarga qo'shilmayman. Undan ko'ra qilishsin. Yuzaki, ana nima deydi? O'sha pullarni ehson qilib, ehsonlarni qo'yishsin. Men ko'ray, to'g'ri. U misol uchun kimdir qo'ysa, o'zini prosmotr uchun deydi. Misolda, yo'q, mana shunaqa bloger, mana shunaqa misol uchun insonlar ko'paysa, ehson qilib, ehsonni qo'ysa, misol tariqasida любой odam hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqda ko'rib o'tirgan holatda, misol uchun mendek odam nimadir ko'rsam, mana bugungi videoni qilishimdan maqsad 10 ming dollar beraman deganini ko'rdimda, asabiylashib ketdim. Nimaga 10 ming dollar? 10 ming dollar, 1000 dollardan 10 ta misol uchun oilaga ehson qilsa nima bo'ladi? Men shu videoni qilishimdan maqsad shu. Xuddi shunga o'xshab ehson qilib har bitta oilaga 500 dollardan misol 20 ta oilaga ehson qilsa bo'ladi, 10 ming dollar qo'yib misol uchun ehsonini qo'ysa, ko'ramanda ruhiyatlanib ketdi. Nega bu qilgan ishni men qila olmayman degan fikr keladi. O'sha narsadan mana bu ehson qilib misol uchun video qo'ysa, u narsaga qo'shilaman. Lekin o'zini hype uchun, o'zini prosmotr, u ehson qilayotgan bolalar, u bola ham yaxshi gapiribdi, 10 ming dollar beraman desa, kimni основной qilib, kimni ismini aytmay, o'zi bu videodan o'zi bilib olishadi. Misol uchun internetda o'tirgan, ijtimoiy tarmoqda o'tirgan odam o'zi bilib oladi. U bola ham zo'r gapiribdi, 10 ming dollar beraman, palonchi yutsin. Bu bola aytibdi, "Mana shu 4 kvartira, mashinam bor, o'sha 10 ming dollarni undan ko'ra boshqa joyga ishlating aka, boshqa sportsmenlarga, u bu" deb chiroyligina qilib, qisqa va lo'nda qilib kesib qo'ydi. Xullas, meni shaxsiy fikrim shu. Undan ko'ra ehson qilib videosini qo'yishsa, bizga o'xshagan insonlar ruhiyatlanib, bizga va menga, men misol uchun shunaqa insonlar ruhiyatlanib, biza ham misol uchun fikrimiz o'zgarib, kimgadir hype qilish uchun 1000 dollar, 2000 dollar pul tikmaymiz deb, ehson qilish uchun o'sha pulni tikamiz. Meni shaxsiy fikrim. Va maslahatingizni bering. Avtokreditga olish maslahat bermayman. Bermayman avtokreditga. Sababi avtokredit ham oson narsa emas. Hozirgi kunda qo'pol qilib aytganda bir inson ishlab oyiga 5 million oylik olsa, misol tariqasida 5 million, 6 million oylik olsa, mashina 4 million, 4,5 million. Eng misol uchun Gentle Cobalt shunaqa chiqadi Nexus'lar. 4 millionni beradi-da, misol tariqasida 1 yil ishlab to'lagandan keyin, u mashinani to'lolmay qoldi, sharoiti bo'lmay qoldi, yo mazasi bo'lmay qoldi, yo nimadir bo'lib qoldi, har xil situatsiya bo'ladi. Va o'sha mashinani keyin bankka olib borsa, bank hech qachon to'lagan puling mana deb bermaydi. Shuning uchun avvalambor maslahat bilan uyda har bir insonning uyida misol uchun o'zidan katta akasi, opasi, misol tariqasida otasi, onasi, xolasi, amakisi bor. Shunga o'xshab maslahat qilgan holatda, topgan pulinglarni havoga uchirmagan holatda maslahat qilib mashina olishinglarni tavsiya beraman. Bundan buyog'iga meni o'zimning shaxsiy fikrim, bundan buyog'iga mashinani narxi по-моему o'zgarmasa kerak. Sababiki bu birinchi videolarimdagi ko'rgan bo'lsangiz aytganman, JM Avto hech qachon o'zini monopoliyasini sindirmaydi. Sababi xud BYD kirib keladimi, xud misol tariqasida reklama bo'lib qolmasin, любой Xitoy mashinasi kirib keladimi, Yevropa mashinasi kirib keladimi, nemis mashinasi kirib keladimi, JM o'zini mashinasini monopoliyasini sindirmaydi. Sababiki O'rta Osiyoda mashina ishlab chiqaradigan zavod bitta. Bu mashinani orqasidan ham yaxshi daromad tegadi. O'shani hisobiga narx-navoga bir xil aytadi, JM narx tushib ketadi, JM narx va palonchi bo'ladi. Bu oxirgi meni o'zimning shaxsiy fikrim, bu oxirgi 5 kerak bo'lsa 10 yilda ham mashinamizning narxi hech qachon yer bo'lib qolmaydi. Xullas, kimgadir shu videomizdan kerakli fikr
o'zingizga olgan bo'lsanglar, xursandman. Elparvar JM Avtokredit manzilimizda Sergeli mashina bozoriga yetmasdan chap qo'lda metan zapravka bor. Shu metan zapravkani chiqarishida bizning kichkinagina bozorchamiz bor. Bir xilga o'xshash avtosalon demaylik, bozorchamiz bor. Kechada 40-50 dan ortiq mashinamiz bor. Foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Bu videoni imkon qadar mashina olmoqchi bo'lib yurgan do'stinglarga yuborib qo'ysanglar, o'zini fikri o'zgarib qolishi mumkin. Sababiki yomon fikri bo'lsa yaxshi tarafga, yaxshi fikri bo'lsa o'rtaga. Sababiki ko'pchilik o'ylamasdan avtokredit olyapti. O'shani hisobiga videoni yuborib qo'yishinglarni so'rayman. Kommentariyga o'zingizlarning fikringizni yozsanglar, xudo xolasa o'sha fikringlarni o'qib chiqqan holatda keyingi videolarimizda shunaqa qilamiz. O'zingizlarni asranglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunni ko'rishinglar.